Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Charchamasizmi? Hozir biz Andijon shahar hokimligida turibmiz. Murojaat bo'yicha keldik. Nima holat o'zi, opa? Holat, men mahalla raisimiz, Qo'sharig'da turaman. Ha, Andijon shahar. Andijon shahar Qo'sharig' MFda yashayman. Aha. 7-aprel kuni prezidentimiz portaliga borib, Toshkent shaharga borib, o'sha yerda men ariza topshirib kelganman. Prokuraturaga, xalq qabulxonasiga. Bosh prokuraturasiga, Respublika xalq qabulxonasiga. Aha. Topshirib kelganman. Hali hamon bularda javobi yo'q. Kecha portalga telefon qilib, shu arizam bo'yicha hozir kimga uchudasiz bu yerda javob yo'q deydi? Asrorbek deb. Shahar hokimligiga uchudingiz, keyin mahalla jamg'armasiga uchadim. Ha. Desam, portalga telefon qilib, meni arizam hamon ko'rilmayapti. Nima sababdan desam, bu arizangiz yopilib bo'lgan, mahalla jamg'armasi bo'yicha yopishib bo'lgan buni mahalla tomonidan, uyushmasi dedi. Xo'p dedim, desam, boshqa yana ariza qoldirib qo'ying bo'lmasa dedi. Men boshqa ariza qoldirdim. Ulardan hozir javob xatini olay deb kelsam, ariza qoldirgan bo'lsangiz, yana qaytadan ariza bering deyaptimi? Ha, endi bu men noroziman dedim. Bu nima ko'rilmasdan meni chaqirmadi hech kim. Sizni chaqirmasdan meni hech kim chaqirmadi. Hech kim nima qilmadi. Men o'zim istab keldim. Bundan avval shu mahalla uyushmalar raisi Ziyovuddin degan aka bilan telefonlashdim. Aka, men shunaqa arizam bor edi, shunaqa sizlarga kelib tushibdi. Men portalga telefon qilib bildim desam, yo'q, bizga kelmadi. Kelsa men sizga qilib yuboraman dedi. 2 marta qildim telefon odamga. Ikkinchisida ham yo'q, bizda yo'q dedi. Keyin yana portalga chiqdim. Chiqsam portal bu narsa yopilib bo'lgan deb aytdi. Endi hozir kirsam, ariza bizga kelib tushgan, lekin javob xatingizni men olib beray desam, ba'zi ishlamayapti hozir. O'zi ariza yozishdan maqsad nima o'zi? Maqsad mahalla raisimiz bo'yicha yozuvdim. Mahalla raisimiz juda sarson qilib yubordi meni. Juda ustimdan kuldi. Ayol kishi bo'lishimga qaramay, meni ustimdan, farzandlarim ustidan kuldi. Juda ham qattiq xafa qildi. Yolg'iz onasiz? Yolg'iz ona. Nechta farzandingiz bor? 3 ta farzandim bor. Ijtimoiy reyestrda turasiz? Ha, kambag'allik reyestrida turaman. Prezidentimizga murojaat qilish nima deb so'ragan bo'lasiz? Nima so'ramoqchisiz, opa? Prezidentimizdan. Endi prezidentimiz mana shahar hokimi raislarga oylik to'layapti mana. Ishlaydigan, o'zini o'rnini biladigan, raislarni qo'yishini, ishlaydigan bir hokimlar bunday nazorat qilib, raislardan bunday qaraydigan hokimlar bo'lishini, buni qilib bir tomonlama yopib, raislar tarafiga o'tib, raislarni himoya qiladigan uyushma raislarini, hokimlarni buni qilishni umuman keragi yo'q deb so'rayman. Men prezident portaliga borib yozib kelyapman, xalq qabulxonasiga borib yozib kelyapman. Prezidentimiz nima deyapti? Xalq qabulxonasiga kelib yozgan murojaatini o'rgan deyapti. Nimaga o'rganmasdan yopyapti bular? Bir tomonlama qarayapti bular. Nimaga o'sha raisni chaqirib, men raisga chaqirib, men o'zim gaplashib qo'yaman deyapti, yana osongina. Yuzlashtiring meni dedim, gaplashtiring dedim. Kengashini chaqiring, bunday o'tiring, hamma narsani eshiting dedim. Bir tomonlama qilmang bu narsani. Nimaga men arizachi, bu muallifni nimaga chaqirmaysiz desam, biz o'zi bilan gaplashdik dedi. Raisga telefon qilganda rais bundan bexabarligini aytayapti. Men bexabarman bu arizadan, qachon yozibdi deyapti. Bu raisni ham chaqirmay yopib qo'ygan. Hokim, shahar hokimi qayerga qarayapti? Bular yo'q desa, arizani nima yopib qo'yaversa, shahar hokimi qayerga qarayapti? Mahalla raisini nimasi qayerga qarayapti buni? Ziyovuddin aka qayerga qarayapti? Tushunarli, hurmatli fuqarolar, hurmatli mas'ullar, opamizning murojaatlarini belgilangan tartibda ko'rib chiqishingizni so'raymiz. E'tiboringlar uchun rahmat katta.